Ko'p qismliq tur romani Alvasti Qo'nchaq. Avtori Shirzod Komil. Mazkur asar Güzel Rivoyat madaniyat tarqitish shirkati tarafidan ovozga ilinib, o'nchaq saloni va apchisida tarqitildi. Huquq berilmagan har qanday taratquv vositalarining xohlagancha ko'chirib tarqitishiga qat'iy yo'l qo'yilmaydi. Amgikimizga hurmat qiling. Alvasti Qo'nchaq. Avtori Shirzod. Birinchi qism. Ma'lum o'tira maktabning o'quvchisi Abida kashlik muzokaradan tushib, uyiga qaytib kelganda allaburun kashf qilgan. U ota-onasi bilan yaqinda bu koni uyiga ko'chib kelgan bo'lib, Abida texi bu uyni o'z uyidek his qilmayotdi. U uyning eshigini ochib, uyga kirdi-yu, eshikdan kirib, uy ichiga qarab, sal turib qoldi. Bu uy bək çoğ. Uyning cho'ng bo'lgani yaxshi. Lekin bo'ldila. Artıq ishni o'ylab ketmay. U shundoq deganicha uyning ichiga kirib, yotoq uyga sumkasini tashlab qo'yib, televizor oldiga keldi. U televizorni ochib ko'ryotdi. Bu vaqtda tuyuqsiz bir oyoq tevishi anglandi. U televizorning ovozini pasaytib, chiqayotgan ovozga quloq soldi. Apa, dada, sizlar qaytib keldinglarmi? Ammo hech qanday javob kelmadi. U o'z-o'ziga tasalli berib, ular texi qaytib kelmabdi. Qaraganda men charchab qaptiman-da. Bo'ldi, artıq ishlarni xiyol qilib ketmay. Balkim bu xiyoliy tuyg'umdi, deb qo'ydi. Abida oshxonaga kirib, choy damlashga boshladi. Shu chaqda birsining kulgan ovozini angladi. Bu kichik bir qizning kulganiga o'xshaydi. Kim? Kulayotgan zodi kim? deb chaqirdi Abida. Yuragi tez so'qishga boshlagan edi. Chaynakda suv qaynayotganda u uy ichini tekshirib chiqishni qaror qildi. U har bir eshikni ochib, har bir bulongni tekshirdi. Lekin hech kim yo'q edi. Yaqindan beri g'alati ishlar yuz beradigan bo'lib qoldi-ku. Ajaba, men xato anglab qolganmanmi? Abida o'z-o'ziga shundoq pichirildi. U bir yotoq uydagi koni ishkapning eshigini ochganda, oldingi uy egisi qoldirib ketgan koni bir o'yinchiq qo'nchaqni ko'rdi. Bu kichikkina bir qizning qo'nchiqi edi. Uning ko'zlari yip bilan tikib etilgan. Ustiga qizil rangli ko'ynak kiydirilgan edi. Abida buni ko'rib, badani sovuq targa cho'mildi. Ondan u qo'nchaqni qo'liga elib qarab turganda, orqa tarafdan yana bir ovoz anglandi. Acha, biz birga o'ynaylimi? Abida cho'chib kayniga qaradi. Ammo hech kim yo'q edi. Uning qo'lidagi qo'nchaq faqat bir ko'nirib ketgan odatdagi qo'nchaq edi. U qo'nchaqni joyiga qo'yib qo'ydi va oshxonaga qaytdi. Choy qaynab bo'lgan edi. Abida choyni piyolaga quyib ichishga boshladi. Bu chaqda telefon jiringladi. Yaxshimsan qizim? Maktabdan qaytib kelibsan-da? Ha, apa, men uyda choy ichibotman. Yaxshi bo'pti. Biz bir oz kechikib boramiz. Koni uydan qolgan narsalarni ratlayapmiz. Bir qancha soatdan keyin qaytib kelamiz. Uyda qo'rqmay o'tirib turgin, ha? Ma'qul, apa, mendan asirmanglar. Sizlar kelguncha o'rganishimni qilib turaman, dedi Abida. Telefon qo'yilgandan keyin Abida yana oyoq tevishini angladi. Abida sal qo'qqandek qiladi. Lekin uning bu ish bilan kari bo'lmadi. Bu charchashdan kelib chiqqan xiyoliy tuyg'um bo'lishi mumkin deb o'z-o'ziga tasalli berdi. U o'zini tinchlantirish uchun kitob o'qishga boshladi. Biroq u diqqatini yig'olmadi. Chunki u boyqi ishlarni unutmayotdi. Tuyuqsiz butun uy qorong'ulik ichida qoldi.
uyning to'ki to'xtab qolgan edi. Abida asta-asta koridorga chiqdi. Ay nuri derazadan kirib, uyni azroq yo'rtib turadi. U eshik tarafga qarab manganda tuyuqsiz bir kichik qora gavdani ko'rdi. Bu bir kichik qiz edi. Uning qo'lida qo'nchaq bor edi. Sen kim? deb so'radi Abida qo'rqqanidan titragan holda. Kichik qiz beshini ko'tarib Abidaga qaradi. Qarang'uliqda Abida uning ko'zlarini ko'rolmadi. Acha, biz birga o'ynaylimi? dedi kichik qiz, ovozi surlik va so'g'uq edi. Abida javob bermadi. U tashda qetib qolgan edi. Kichik qiz bir qadam oldiga mangdi. Endi Abida uning yuzini aniq ko'ralaydi. Qizning ko'zlari qonga milangan bo'lib, ajoyib qo'rqinchli edi. Mening ismim Malika. Men o'yin o'ynashni yaxshi ko'raman. dedi kichik qiz shunchalik surlik kulgan holda. Abida bu manzaradan qo'rqqanidan ko'zlarini yumg'inicha beshini tutib chaqirib ketdi. Tuyuqsiz uyning to'ki yana keldi va uy yo'rib ketdi. Abida ko'zlarini yumib ochganda kichik qiz g'oyib bo'lgan edi. Uning o'rnida yiliqi qo'nchaq yerda turardi. Abida derazaga qarab, sirtda shamol qattiq chiqishga boshlaganligini ko'rdi. U qo'nchaqni ko'rib, ichida bir qo'rqinish his qildi. Tuyuqsiz telefon yana chiringildi. Abida telefonni oldi. Voy, Abida, bu men, dadam. Biz hozir yo'lga ketyapmiz. Ahvoling qanday? Abida dadasining ovozini anglab, biroz xotirjam bo'ldi. Yaxshi. Dada, uyning to'ki bir qatim uzilib qoldi, ammo hozir qaytib keldi. Uyning to'ki uzilib qoldimi? Biz necha minutdan keyin yetib boramiz. Tomoq elib oldik. Ma'qul dada, men sizlarni uxlamay saqlayman. Telefonni qo'ygandan keyin Abida qo'nchaqni qo'liga oldi. Uning ko'na va to'pi bosgan qo'nchaq ekanligini sezdi. U qo'nchaqning ko'zlariga qaradi. Ko'zlari yepiq edi. Ammo Abida uning ko'zlari echilib ketadigandekli his qiladi. Sen nemishqa buncha g'alati bilinasan? deb so'radi Abida qo'nchaqdan. Javob kelmadi. Albatta, Abida qo'nchaqni bir chetga qo'yib qo'ydi. Ota-onasi qaytib kelganda Abida ularni eshik oldiga chiqib kutib oldi. Dada, apa qaytib keldinglarmi? Sizlarni saqlab qo'sqim bek echib ketdi. dedi Abida ota-onasiga qarab. Nim bo'ldi Abida? Bek qo'rqib ketgandek ko'rinsa. Bir ish yuz berdimi? dedi apsi. Abida ularga ko'rganlarini aytib berdi. Kichik qiz, qo'nchaq va anglagan ovozlar to'g'risida. Dadasi kulib. Bu faqat sening xiyoling, Abida. Bu konu uy. Shunga ba'zi g'alati ovozlarni anglashim mumkin. Ammo men uni ko'rdim. Kichik bir qiz. Uning qo'lida qo'nchaq bor ekan. U menga biz birga o'ynaylimi dedi. Men bek qo'rqib ketdim. Apsi Abidaning beshini silab. Balkim sen bek charchab ketgansa. Kel, tamoq yeyli. Ondan uxla. Ular tamoq yegandan keyin Abida o'z uyiga kirdi. U karvatga chiqib uxlashga tayyorlandi. Biroq u yana bir g'alit tuyg'uni his qildi. Xuddi karvatning ostida bir narsa bordakla. U narsa karvatning ostini chekayotgandek qiladi. Bu vaqtda Abida shunchalik qo'rqib ketgan edi. Shundoq bo'lsa-mu, u kallasini asta-asta to'van qilib, karvatning ostiga qaradi. U yerda yiliq qo'nchaq turadi. Uf, hajab qo'rqdim. Men seni bu yerga tashlab qo'ymagan-ku. dedi Abida o'ziga so'zlagandek qilib. U qo'nchaqni qo'liga elib, o'g'inish qiladigan ustalga qo'yib qo'ydi.
Andın karvatga chiqib yatdi. Yerim kechida Abida tuyuqsiz uyg'onib ketdi. U ko'zlarini ochganda qo'nchoqning amdi ustalda emas, uning yonida karvatda yotganligini ko'rdi. Sen qanday qilib karvatga chiqib qolding? Abida qo'qqinidan titrab ketdi. Acha, biz birga o'ynaylimi? Kichik bir qizning ovozi yana anglandi. Ovoz qorong'ulik ichidan kelgan edi. Abida o'rindan turib chirog'ini yoqdi. Uyda hech kim yo'q, faqat qo'nchoqlar bor edi. Abida qo'nchoqni ilib derazadan sirtqa qaradi. Tuyuqsiz derazaning sirtida bir soy ko'rindi. Kichik bir qizning soyisi. U xuddi Abidaga qarab turgandek qiladi. Abida qattiq vaqirab ota-onasini chaqirdi. Dada, apa! Ota-onasi yugurib u yotoq uyiga kirdi. Ne bo'ldi Abida? Qo'rqinchli tush ko'rdingmi? deb so'radi dadasi. Derazaning sirtida birisi bor ekan. Men uni ko'rdim. U menga qarab turadi. Dadasi derazadan sirtqa qaradi. Sirtda hech kim yo'q ekan. Abida, sen tush ko'rgan o'xshaysan. Yo'q, men tush ko'rmadim. Men uni rostli ko'rdim. Bir kichik qiz. U menga tikilib qarab turdi. Bo'ldi. Bu yangi uyga sen tek ko'nib bo'lamading. Balkim bu ish seni bearam qilayotgandi. Abida yana karvatga chiqib yatdi. Ota-onasi uning yonida qarab turadi. Abida uxlab qolgandan keyin ular andin uning uyidan chiqib ketdi. Atsa atganda Abida uyg'onganda qo'nchoq yana uning yonida edi. U qo'nchoqni achiqib ota-onasiga ko'rsatdi. Men bu qo'nchoqni tepib oldim. U har qatim men uni boshqa yerga qo'yib qo'ysam, u yana mening yonimda paydo bo'ladi. Dadasi qo'nchoqni qo'liga ilib, Bu qo'nchoq ne demsan? Bu faqat ko'ni bir qo'nchoq ekan-ku. Balkim burunqi uy egasining bo'lishi mumkin. Biz uni tashlab o'taylik. dedi. Abida yo'q deb qarshi chiqdi. Yo'q. Uni tashlab etma. Uni tashlab etsak, u xafa bo'ladi. O degining kim? Kim xafa bo'ldi? deb so'radi apsi. Malika, qo'nchoqning egasi. dedi Abida. Ota-onasi bir-biriga qarab qo'ydi. Abida, sen nima deyapsan? Malika degan kim? deb so'radi apsi. Malika bir kichik qiz. Men uni tunogin ko'rdim. U menga birga o'ynashni aytdi. Dadasi uningga qarab, Bo'ldi. Bu qo'nchoqni men ep ketay. deb qo'nchoqni ilib hujrasidan chiqib ketdi. Bir ozdan keyin qaytib kirib, Men uni tashlab o'tdim. Hamda u qo'nchoqning ishini o'ylamang. Hamda hech yuz bermaydi. dedi. Köp qismliq tor romani Alvasti Qo'nchoqning bu qismi mush yerda tamomlandi. Yoqtirib anglag'iningizga rahmat. Bayonda To'xtigul. Dadasi rolida Hamdam. Apsi rolida Güzelnur Muxtar. Malika rolida Orzugul. Aziz va boshqa qo'shimcha rollarda Asqarjon.